Assalomu alaykum. Sizlar mana internetdan ko'rib, Namangandan ustalarida ishini ko'rib, zakaz qildik, mana qo'shib ketdi. 17 kunda. Dubay kapalak fason darvozamiz. Eni 3.30, balandligi 3.12. Ustalarimizga katta rahmat, mana 17 kunda qo'yishib ketdi. Adnalichkalari bor, 20 ga 20 aylangan atrofda. Eshiklarimiz yopilishi, ochilishlari ham zo'r mana. Arqa tomonlarning ko'rinishi tekis. Sentr zamok. Ustalarimizga katta rahmat. Ishlariga omad. Xalqimizning xizmatida charchashmas.